وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Yomonliklardan panoh tilangan 40 hadis darsimizni davom ettiramiz. Bugun Alloh nasib etsa 27 hadis bilan tanishib chiqamiz. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu duoni ko'p aytib yurganlarini eshitganman. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl va dala'id dayni va g'alabatir rijal. Yana bir bor qaytaramiz. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl va dala'id dayni va g'alabatir rijal. Allohim tashvish va g'amdan, ojizlik va dangasalikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, qarz yuki va odamlar ustimdan zo'rlik qilishlaridan o'zing panoh berishingni so'rayman. Imom Buxoriy rivoyatida kelgan hadis. Bu hadisda ham panoh tilangan yomonliklarning aksari yuqorida bu haqda so'z yuritgan ekanmiz. Aytilmagani tashvish va g'amdan panoh tilangan ekan. Keling shu bilan tanishib chiqamiz. G'am va tashvish orasidagi farq. G'am voqea bo'lgan ishga nisbatan qo'llanilsa, tashvish hali voqea bo'lmagan, ammo sodir bo'lishi kutilayotgan ishga nisbatan ishlatiladi. Ibn Battol rahimahulloh aytadi: Mo'min odam dunyo ishlarida g'am tashvish chekishi durust bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo ishlarni taqdirda pishiq puxta qilib bitib qo'ygan va rizqlarni taqsimlagan. Banda ming g'am tashvish cheksa ham bu unga dunyoda biron yaxshilik olib kelmaydi. Taqdiriga bitilmagan narsaga erishtirmaydi. Dunyo ishlarida hadeb g'am tashvish qilaverish, taqdirga rozi bo'lmaslik, shu taqdirni bitgan Alloh azza va jalladan norozi bo'lishga o'xshab qoladi. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh: Allohim taqdirga rozi bo'lib yashashni menga nasib et, taqdirni menga suyukli qil, toki men sen ortga surgan narsani muqaddam bo'lishini va sen oldinga qo'ygan narsani ortga surilishini yoqtirib qolmay deb duo qilardilar Umar ibn Abdulaziz. Taqdirga iymon keltirgan kishi dunyoda qo'lidan ketgan, erisha olmagan narsaga tashvish qilishi, kuyinishi va Allohni ayblashi durust bo'lmaydi. Alloh taolo taqdirida bitgan narsada bandaga yaxshilik bor. Inson shuni doim his qilib yashash kerak. Alloh nima taqdir qilgan bo'lsa, shu menga yaxshilik deb bilish kerak. Allohga yaxshi gumonda bo'lish kerak. Ana shunday e'tiqodda bo'lgan holda oxirat ishlari haqida bosh qotirsin. Shu oxiratda g'am tashvishini qilsin. Oxiratiga ko'proq e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Yaqinda Allohga yo'liqadi. Allohga yo'liqqanda shu qilcha qilgan qilmish haqida ham so'ralinadi. Ana shunda qanday javob berish haqida fikr yuritish kerak bo'ladi. Alloh taolo bandalar ishini tamomiga yetkazdi. Qiyomatga qadar bo'ladigan ishlarni yozgan. Bu qalamlar quridi, sahifalar yopildi. Alloh taolo aytadiki: "Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar." Mana Qamar surasining 49-oyatida albatta biz har bir narsani avvaldan o'zimiz taqdir qilgan, hukm qilgan, bilgan va lavhul mahfuzga yozib qo'ygan o'lchovda yaratdik degan Alloh taolo. Bo'ldi, qiyomatga qadar bo'ladigan ishlarning hammasi yozgan qalamlar quridi, bo'ldi, yozib bo'ldi, taqdir sahifalari yopildi. Endi unga hech nima qo'shilmaydi ham, undan hech nima olinmaydi ham. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah va man yu'min billahi yahdi qalbah vallohu bi kulli shay'in alim. Tag'obun surasining 11-oyatida insonga nimaiki musibat va ko'rgulik yetsa, u albatta Allohning izni, qazo va qadari bilan yetadi. Kim Allohga iymon keltirsa, Alloh uning qalbini o'zining amriga taslim bo'lishga va hukmiga rozi bo'lishga hidoyat qiladi. O'zini esa yaxshi so'z, yaxshi ish va yaxshi holatlarga yo'llab qo'yadi deydi Alloh taolo. Tag'obun surasining 11-oyatida. Alqama rahimahulloh oyatdagi insondan murod insonga nimaiki musibat va ko'rgulik yetsa deb boshlandi-ku, oyat ana shundagi oyatdagi insondan murod boshiga kelgan musibatni Allohdan deb bilgan,
qismatiga rozi bo'lgan va taslim bo'lgan inson deb tafsir qilganlar. Yana Alloh taolo ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallohi yasir. Ey odamlar, sizlarga xoh yerda, xoh o'z vujudingizda bo'lsin, ochlik, tashnalik va kasallik kabi neki musibat yetsa, u maxluqotlar yaralishidan oldin lavhul mahfuzda bitib qo'yilgan. Shubhasiz bu Allohga juda oson, deydi Alloh taolo Hadid surasini 22-oyatida. Mana nima boshimizga keladi? Taqdirimizda hammasi bitilgan. Alloh taolo taqdir qilib bitgan narsada inshaalloh bizga yaxshilik bor. Alloh mo'min bandasiga yomonlikni xohlamaydi, yaxshilikni iroda qiladi deb inson shunga taslim bo'lish kerak. Shu e'tiqodda bo'lish kerak. Allohga yaxshi gumonda bo'lish kerak. Mabodo qorni och bo'lsa, puli yo'q bo'lsa, yo biron bir kasal yetsa ham Allohga yaxshi gumonda bo'lish kerak. Alloh bekorga buni bermagan menga, shu gunohlarimga kafforat bo'lishi, jannatdagi martabalarimni ziyoda bo'lishi uchun shu musibatlarni berdi deb Allohga berganingga shukr, hamd etib Allohga taqdiriga rozi bo'lishga harakat qilish kerak. Baribir masalan insonga bir kasallik yetsa yoki bir rizqi torroq bo'lsa, bir musibat yetsa masalan voh degani bilan o'zgarib qolmaydi, bu yaxshi yengillik bo'lib qolmaydi. Uni o'rniga taqdiriga rozi bo'lib, Allohga duo qilib, shu musibatga ajr umid qilib, Allohdan shuni umid qilish kerak. Ibn Zayd rahimahulloh aytgan, musibat va rizq yaxshi va yomon ko'riladigan narsalar. Alloh taolo insonlarni yaratishdan oldin bularni barini bitib qo'ygan. Musibat kelsa albatta odam yomon ko'radi. Rizq ko'p bo'lsa, uni yaxshi ko'radi. Lekin insonning xohishi bo'lmaydi, Allohning xohishi bo'ladi. Nima bo'lganda ham Allohning irodasida bitilgan taqdirda mo'minga yaxshilik bor deb ana shunday e'tiqodda bo'lish kerak. Suhayb roziyallohu anhu aytadi, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khayr. Mo'minning ishi qiziq. Uning barcha ishlari yaxshilik. Bu mo'mindan boshqasiga nasib bo'lmaydi deganlar. Agar unga bir xursandchilik yetsa, shukr qiladi va bu unga yaxshilik bo'ladi. Agar biron kulfat yetsa, sabr qiladi va bu ham unga yaxshilik bo'ladi dedilar. Imom Muslim rivoyatida kelgan hadis mana. Boshqa hadisda buni yuqorida darslarimizda ham aytganmiz. Mashhur hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuga qilgan nasihatlarida bilginki, agar odamlarning bari senga foyda yetkazish uchun yig'ilsalar ham, hamma odam foyda yetkazish uchun yig'ilsa, faqat Alloh taqdir qilganicha naf bera oladilar. Alloh taqdirda bitgandan ortiqchasini berisha olmaydi. Alloh taqdirda bitgan foydani keltira oladi. Shuningdek dedilar, agar ularning bari senga biron zarar yetkazish uchun jamlansalar ham, Alloh senga taqdir qilganidan ortig'iga erisha olmaydilar. 1000 zarar beraman desam, u tashkilot, bu joy Alloh taqdirida bitganini shu zarar yetkiza oladi. Undan ortiqcha zarar yetkiza olmaydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadislarni Imom Termiziy rivoyat qilgan. Ya'ni lavhul mahfuzda taqdir qilib bitilgani bitib bo'lindi. Endi bunga biron nima qo'shilmaydi ham, undan kamaytirilmaydi ham degani bu. Qazo va qadarga iymon keltirgan inson hayotini bir maromda kechiradi. Ne'matlarga mag'rurlanib tug'yonga ketmaydi va aksincha musibatlar uni istirobga solmaydi, hayotini zaharlay olmaydi. Xotirjam, yaxshilik kelsa ham Allohdan deb biladi, bunga shukr qiladi. Mabodo musibat bir sinov kelib qolsa ham, bu ham istirobga tushib haligi ohvoh qilishiga sabab bo'lmaydi. Hayotini zaharlay olmaydi. Xotirjam bo'ladi. Bu ham Allohdan deb sabr qiladi. Hayoti bir maromda kechadi. Puli ko'payib ketsa ham, kamayib ketsa ham bir xil bo'ladi. Bu katta narsa bu. Qani qay birimiz shunaqa? Har bir inson o'ziga o'zi savol berish kerak. Shu biron bir yaxshilik, ne'mat kelib qolsa mag'rurlanib tug'yonga ketib qolmayaptimi? O'zidan ketib qolmayaptimi? Isrofga yo'l qo'ymayaptimi? Yoki o'sha ne'mat ketib qolsa, masalan, hozirgi musibat odamlarga puli qolmasa musibat deb qaraydi. Aslida o'zi dinsizlik katta musibat. Namoz o'qimay, masjidga kirmay yurishi o'zi katta musibat shular. Alloh aytganini qilib, qaytargan ahli haromlardan tiyilmay yurishi shu katta musibat o'zi aslida. Bizda hozir birov o'lsa
yoyinki puli qolmasa, ishi bankrot bo'lsa, shuni musibat deb qolgan odamlar. Ibodatsizlik katta musibat. Inson g'am tashvishdan xoli, siqilmay hayot kechirishida, taqdirga iymon keltirishdan, ishlarini Allohga topshirishdan, yaxshilikni o'ylab, Alloh menga o'zimdan ham mehribon deb Allohga yaxshi gumonda bo'lishdan ko'ra foydali yo'l, samarali usul yo'q. Shundagina inson qalbi xotirjam. Alloh unaqa bandasiga, shu yaxshi gumonda, shu e'tiqodda bo'lgan bandasiga qalbiga bir xotirjamlik berib qo'yadi. Nima boshingizga musibat tushdi, masalan, yo bir qiyinchilik, sinov, imtihon, bir qiyin ahvolga tushib qoldingizmi? Astoydil, xotirjam, yaxshi, mukammal tahorat qilib, 2 rakat namoz o'qib so'rang Allohdan. 4 minut, 5 minut, 7 minut, qisqa muddat mana, qancha bo'lsa ham boring, ana 10 minut uzoqroq o'qib, 2 rakat namozmi, 4 rakat namoz o'qibmi, astoydil Allohga yolvoring, astoydil Allohdan so'rang shu musibat, shu sinovlarni ketkizishlikni Alloh albatta beradi. Sinovni boshingizdan ko'taradi, musibatni aritadi. Endi Allohning o'sha taqdiri ilohiy, Alloh bitgan taqdirida yozilgan bo'lsa, shu sinov qolish yozilgan bo'lsa, yo bir musibat yozilgan bo'lsa, Alloh shu astoydil 2 rakat namoz o'qiganingiz, Allohdan so'raganingiz evaziga musibat, shu sinovga sabr qiladigan, shularni ko'tara oladigan qalb berib qo'yadi Alloh taolo. Bu ham bu Allohning katta berishi. Avvalo shu musibatni aritadi, sinovni boshingizdan ketkizadi. Bo'lmaganda mana shu sinovga, shu musibatga sabr qila oladigan qalb berib qo'yadi. Xotirjam qalb berib qo'yadi. Shunda inson jazavaga tushmaydi. Shunday bo'lgach, har bir banda Allohga suyanishi, Alloh uni tashlab qo'ymasligiga ishonishi va qazoyi qadariga rozi bo'lish kerak. Zero Alloh taqdirda bitib qo'ygan narsalarning bari yaxshilik, barida xayr bor. Allohga va taqdirga iymon keltirgan, qismatidan rozi bo'lgan va ko'ngan kishidan ko'ra baxtli hayot kechiradigan, xotirjam, qadri baland inson topilishi amri mahol. Ibn Qoyim rahimahulloh aytgan, taqdirga iymon keltirish va rozi bo'lish insondan g'am, tashvish va qayg'uni aritadi. Haqiqatda shunaqa. Taqdirga rozi bo'lmay voqigan bilan baribir yengil bo'lib qolmaydi.